Assalomu alaykum barchaga. Bugun obzorimizda Lifanka PS200 LF210W modeli injektorli sistema bilan jihozlangan 200 kubli bitta silindr injektor bo'sh tomondan ishlab chiqarilgan водяное охлаждение bo'ladi. Oldindan boshlaydigan bo'lsa, kattagina shunaqa опорный disk, ikkita porshli support, 180-17 qora matli alyuminiy disklar bilan jihozlanmoqda. Radiatorlarga e'tibor beramiz. Bitta silindr injektor. Mana ko'rish tillarimiz. Orqasiga to'xtaladigan bo'lsam, bitta porshli support, gidravlika tormoz, ABS ham bor. Mana ko'rish tili ham o'zgacha injektor. Katalizatorlari bor. Orqasi mana monoamortizatorda buni qattiq yumshoq qilib настройка qilsak bo'ladi. Orqalariga e'tibor beramiz. Ko'rshunli mashina chiqo'la bilan jihozlangan. Orqa passajirchi podnoshka sepzayishda bo'ladi. Mana korobkasiga to'xtaladigan bo'lsa 6 peredachadan iborat. Bir pastga qo'ygan 5 ta tepaga 4 ta klapanli dvigatel. Balanser vali bor, starteri bor. Xo'p, yoqilg'i bakini hajmiga keladigan bo'lsa 15 litr, 100 km masofaga 2,5 litr atrofida yoqilg'i sarflaydi. TFT display, start stop, pust zажигание, chiroqni o'chirib yoqadiganlar. Va bu yerda qo'shimchasiga avarinka bor, дальний ближний, моргалка, signal. Oldin ko'rinishida qaysi texnikani eslatyapti ko'proq? O'shani kommentariyada yozib ketinglar. Maksimal tezligi 140 atrofida. Mana uch rangida bor. Ko'k matoviy, qora glansli. Oldin matsatlari ham mana teskari переворотчик keladi. Juda ham yumshoq texnika. Narx masalasida Ecomotus saytiga kirib tekshirishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot ham bor. Hop, kimga ushbu turdagi sifatli texnikalar kerak bo'lsa, bemalol salotimizga tashrif buyurib, test drive asosida haydab ko'rib, o'zingizga yoqqan texnikani tanlasangiz bo'ladi. Nominalga shu spravka bilan chiqazib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.